Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 22-iyul Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Alhamdulillah, mana prezidentimizning qarorlariga asosan 500 ta masjidlarning tahoratxonasini qayta ta'mirlash yoki qurishga mablag' ajratilgan ekan. Mana bizning Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidining tahoratxonasiga ham mablag' ajratilgan ekan. Qayta ta'mirlash uchun mana bugun 22-iyul kuni aloqachi firmasi ishga tushdi. Aloqachi firmasiga mablag' tushganda, o'sha mablag'ni endi remont qilib beradi, ta'mirlab. Klinislar to'kilgan. Mana bu bazaltlar fasodni tashqariga. Shu tahoratxonamizda qayta ta'mirlab beradi ekan. Ustakalar, hormangizlar. Aloqachi ekan, aloqachi. Firmaning nomi. Mana shu tashqi remont, ichki remont, atroflari Yevrozabor bilan aylantirib o'raladi. Tahoratxonani avtoturargoh stendga ham qilinadi ekan, mablag' yetsa. Mana shu prezidentimiz 500 ta masjidlarni tahoratxonasini qayta ta'mirlash, qayta qurish uchun mablag' ajratgan ekan. Mana shu mablag'larimizni shu masjidimizning tahoratxonasiga qayta ta'mirlash uchun ishlatiladi. Mana aloqachi firmasi bugun ishga tushdi. Xudo xolasa duo qilib turingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.